Yo'q. Biz qishloqdamiz. Biyollarni ko'rib keldik hozir rasmlarga tushib. Eski avtobus shunaqa, oldinlar shunaqa bo'lgan avtobus. Tog' ustab yurdik o'zi biz chiqqani. Bu taraflarda tog' yo'q ekan, o'tirib nima qiladigan. A few moments later. Voy voy voy, bu shirin qizni, bu asalligini, bu ninovatligini. Men senga aytdim-ku, men shirinman deb. Mana hozir biz turgan dacha bitta qizma bitta obunachim yozgan ekanda, shu zaminda turgan uylarni ham obzor qiling degan ekan. Shunga mana ko'rsatyapman. Bu yerda kiraverish. Bu yerda boshqa odamlar ham bor. Biz bu yerda. Hozir ko'rsataman. Mana so'rlarda o'tirsa ham bo'lar ekan, bemalol. Mana biz o'zi bu dachaga bugun keldik. O'zi biz domda turdik. Mana Muhammad Ali. Mana bu yoq oshxona ekan. Shunaqa. Mana biz turgan xona. Bu yoq vanna ekan. Vanna. Bu yoqda ham o'chasing. Bu yoq bo'lsa bizning xona. Sal o'rsiganroq, chunki narsamiz ko'p edi. Svet yoqaylik. Mana bu yerda bu nima turibdi? Biz toqqa chiqqan o'tiradiganimiz. Bu stolimiz ustida. Sal ovqatimiz ko'pda, endi biz o'zimiz uy bo'lganda yig'ishtirib qo'yasizdik. Mana bu mening kravatim, televizor. Bu ayamning kravati. Bu Muhammad Alining kravati. Kiyimlari ham mana yoyilib yotibdi. Ha? Utamni kravat deding. Muhammad Ali ukani kravati. Bu yerda shkaf berilar ekan mana. Shkafi. 2 kun qolamiz. Bu dachada 2 kun qolamiz xolos. Biz bu dachaga kelganimiz sababi o'zimiz yashayotgan domda tepada zomin sanatoriya staj tomonda ham qimmat edi, ham unchalik sharoit yaxshi emas edi yurtlarda. Lekin u yerda ambulatoriyalar, tog'lar, haligi tog' tagida archalar tagida o'tiradigan joylar bor-da. Bu yerda unaqa joylar yo'q ekan. Lekin bunaqa dachalari ham arzon ekan, ham sharoit yaxshi ekan. Ashunga u yoqda bizga joy qolmadi, joy istadik desa, domlarda joy qolmaganligi uchun shunga mana shu dachaga keldik 2 kunga. Na iloj. Ham arzon ekan, bitta xonasi 150 ming, ham sharoiti ham yaxshi, ham Wi-Fi ham bor ekan, televizorlari bor ekan. Wi-Fi. Yapay. Hamadali ekan. Shunaqa, lekin baribir ham zaminning tepasi yaxshiroq sanatoriya tomon. Chunki u yerda archalar bor. Archaning tagida maza qilib o'tirib, piknik qilib o'tirsa bo'ladi. Bu yerda unaqalar yo'q ekan. Issiq ekan bu yoqlar. Shunaqa. Endi bu yoqqa уже bizni nimalarimiz ham tugadi. Nima deydi? Lechenyalarimiz tugab bo'ldi уже. Faqat shu archani deb kelayotdik. Bu yerda ham archalar bor deyishyapti, lekin yo'q ekan. Tog' ham yo'q ekan. Tog' bor, deb o'tiradigan joy yo'q ekanda chiqib. Shunaqa. Muhammad Ali.
Yo'q ekan. Hmm. Shunaqa.